Assalomu alaykum tadbirkorlar, yaxshimisizlar? Mana quyonchalarimiz. Sizlarga 9 ta quyonim bor, mayda quyon. Mana onasi 9 ta bolasi katta bo'lib qoldi mana. Mana shu onasini zoti yaxshi. 9 ta bolani bexato katta qilib berdi. Bu yoqda ona quyonlarimiz bor. Bular ham Xudo xohlasa ko'payish jarayonida. Mana kecha bitta quyonimiz bolaladi. Ona quyonimiz bolaladi mana. Bolasi nechta sanamadim olib. Mana shunday o'zini patidan yulib, mana shunday joy taxlab o'rab qo'yadi. Issiq qilib. Hozir mana bu yoqqa yana bitta quyonimiz bolaladi. Mana bu yoqqa mana bolachalari. Quyonimiz, ona quyonimiz. Bu ham ikki quyonimiz bolaladi. Oq quyonimiz. Quyon bolalari bu. Barakatli narsa bo'lar ekan quyon. Mehnat qilgan odam yaxshi qarasang. Ona quyonlarimiz bu yoqqa ham. Bular bolalash jarayonida. Mana bu yoqqa ham quyonlarimiz bor. Mana bu yoqqa ham qo'l quyonimiz bor. Ikkita oq quyon. Bularning ham zoti yaxshi. Mana shu ajratib boqamizda. Bu yoqqa ham babichka bu. Zoti yaxshi buni ham. Bular ham nonushta qilyapti. Mana shunday. Mehnat qilgan odam hech qachon kam bo'lmaydi. Quyonlarimiz maza qilib qorni to'ygan.